Qizlar, biz hozir Muhammad bilan ko'chaga chiqib ketyapmiz. Undan oldin sizlarga bitta foydali ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Esingizda bo'lsa, doim sizlarga ta'kidlayman. Sizlar hattoki bir tiyindan pul tikmasdan turib biznes boshlash imkoniyatinglar bor. Mana shu Telegram kanalga o'tsanglar, hammasini noldan boshlab o'rgatishadi. Hattoki o'rganish ham tekin. Sizlardan bir tiyin pul ketmaydi. Biznes boshlashinglar uchun ham pul ketmaydi, o'rganishinglar uchun ham pul ketmaydi. O'zingizlarni bitta sinab ko'ringlar, bitta harakat qilib ko'ringlar deyman. Sizlardan hech narsa ketmaydi deyman va shu gaplarimdan keyin ancha qizlarim hozir ishli bo'lib qolishdi. Sizni tavsiyangiz bilan shunaqa ishlarni ishlab yuribman. Rahmat deb chiroyli odzivlar yozishadi. O'rtoqlar, hozir mana shu yerga Telegram kanal qoldiraman. Sizlar ham o'tib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Bu ishni boshlab olganinglardan keyin sizlar yolg'on gapirmayman. Bu ishni boshlab olganinglardan keyin sizlar bir oyda 3 milliondan tortib 7-8 ming dollargacha oylik topa olasizlar qizlar. Bu ishda ishlayotgan lider ayollarni oylik daromadlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Yolg'on gapirishni yomon ko'raman. 6 ming, 7 ming dollarlab pul topishadi. Sizlar ham shunaqa topa olasizlar. Faqat o'zingizlarda harakat bo'lsa